Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Telesayohat ko'rsatuvining 2026-yildagi ilk soni efirda. Biz bugun ko'rsatuvimizni aynan yangi yil bo'lganligi uchun bolajonlar uchun qiziqarli tomoshalar bo'layotgan viloyat qo'g'irchoq teatridan tayyorlashni maqsad qildik va ayni vaqtda bolajonlar mana shunday tomoshalarga kelib, o'zlari uchun bir olam zavq va shavqlarni olishmoqda. Batafsil ma'lumotlarni olish uchun dastlab sahnalashtiruvchi rejissyorni suhbatga tortsak. Assalomu alaykum. Yangi 2026-yil muborak bo'lsin. Rahmat, bayram hammamizga muborak bo'lsin. Teatrimizda ko'rganimda xursandman. 2025-yil teatr jamoasi uchun qanday yil bo'ldi? Aynan 2025-yil nafaqat teatr jamoasi, teatrimiz uchun ham juda katta bir nima desam yutuq bo'ldi. Chunki biz bir nechta davlatlar bilan gastrol safarlarni olib o'tkazdik. Undan chiroyli bir o'rinlar egalladik. Bundan tashqari aktyorlarimiz ham malaka oshirish, ham o'zlarini ustida ishlash, aktyorlik mahoratlarini oshirdi. Bu har taraflama bizga faqatgina muvaffaqiyat, yutuq olib keladigan jarayonlar bo'ldi. Undan tashqari bir nechta spektakllar topshirdik. Ya'ni teatrimizda bir yilda 4 ta spektakl topshiradigan bo'lsak, barchasini jamoamiz bilan ko'nglimiz to'lgan holda juda ham chiroyli topshirdik va hozirgi kunda yangi spektaklni bolajonlarga lavhalarni namoyish etish bilan bandmiz. Ayoz bobo deb nomlangan spektaklimizni bolajonlar juda ham chiroyli qabul qilishyapti va biz bundan faqatgina xursandmiz. Nimaga? Biz teatr ijodkorlari faqat bolajonlarning ko'nglini olish, ularni fikrlash, talabchaligini oshirish, o'qishga, tartibga chaqirish maqsadida har bitta spektaklimizni tarbiyaviy jihatlarini e'tiborga olgan holda sahnalashtirdik va buni tomoshabinlar juda ham chiroyli qabul qilishyapti. Biz bundan faqatgina xursand bo'lamiz. Aynan Ayoz bobo spektakli nechinchi sanadan boshlab nechinchigacha qo'yilyapti? Bolajonlar uchun menimcha bayram tuhfasi bo'lsa kerak. Ha, albatta, spektaklimiz 20-dekabrdan 5-yanvarga qadar qo'yilgan, rejalashtirilgan va bu hali hamon davom etyapti. Talablarga binoan yana qo'yishimiz mumkin, chunki bolajonlarga bu spektakl juda ham ma'qul va manzur keldi. Biz bundan xursandmiz. Aynan ta'til vaqtida, to'g'rimi ular? Ha, albatta, ta'til vaqtida maroqli dam olishlar uchun oilaviy kelib, ota-onalar bilan birga ham ota-onalar bolalikni eslayapti, ham bolalar uchun vaqt ajratyapti. Bu bizni ko'zlagan maqsadlarimizdan biri edi. Ayoz bobo spektaklimizni Shuhrat Sanoqulov degan rejissyorimiz sahnalashtirdilar. Bunda biz ko'pincha bolalarni ertakomuz muhitga, ya'ni bolalikka, qorbobo, sovg'alar hammasini mujassamlashtirib, buni sehrga, ya'ni bolalarni atmosferaga kirgizishga harakat qilindi. Ko'proq shunaqa mo'jizaviy, kompozitsion ko'rinishlarga ahamiyat berdik va bu bolajonlarga juda ham yoqadi. Chunki ularni fikrlash, miya hazm qilish har bitta hisob-kitobga olingan joylar bo'ladi. Ya'ni yosh kategoriyalari hammasi bularni hisobga olingan holda sahnalashtirdik. Bizda bunaqangi bolalarga har bitta spektaklimiz yoki har bitta tadbirlardan so'ng albatta sovg'alar tashkil qilinadi. Lotereya o'yinlarimiz bor. Sertifikatlar topshiriladi. Ya'ni qanaqa bolalarni sportga, shaxmatga, suzishga, shunaqangi bir bo'sh vaqtida mashg'ulot qilsa bo'ladigan, shug'ullansa bo'ladigan yaxshi variantlarni biz bolajonlarga faqat shu variantlarda sovg'a qilamiz. Ularni bo'sh qoldirish biz uchun bu to'g'ri kelmaydi, chunki bo'sh qolgan bolajon baribir boshqa narsalar bilan, kerakmas narsalarga vaqt ajratib qo'ymasligi uchun qiziqtiramiz. Faqat ta'lim, tarbiya, sportga qiziqishni yuqori bo'lish uchun shunaqa narsalarda sovg'alarimiz bor. Ya'ni spektakllarimizni yana ko'rish imkoniyati bor, sertifikatlar beriladi, har taraflama. Faqat ilm, o'qishga nisbatan biz sovg'alarni shunga qaratib ajratamiz. 2026-yilda qanday rejalar bor? 2026-yilda yana yangi spektakllar sahnalashtirish, gastrollar borish, o'zimiz O'zbekiston bo'ylab viloyatlarda ham gastrollar shartnomalarimiz bor. Memorandumlar tuzganmiz. Tojikiston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, qolaversa yaqinda Amerika yoki Fransiyaga chiqish niyatimiz bor. 26-yilda eng katta planlarimizdan biri shu. Hamkorlik qilamiz yaqinda Fransiya bilan birgalikda shartnoma tuzishga harakat boshladik. Bu ham amalga oshishi ko'zda tutilmoqda va gastrol safarlari, undan tashqari biz
viloyatlararo spektakllarni tomoshabinlarga, yangi boshqa viloyatdagi bolajonlarga ham spektakllarimiz bilan tanishtirish gastrollarimizni rejalashtirib qo'yganmiz. Biz ayni vaqtda aktyorlar xonasidamiz. Ular navbatdagi spektakl uchun tayyorgarlik olib borishmoqda. Demak, suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yangi 2026-yil muborak. 2025-yilda qanday bir natijalarga erishdilaringiz? 2025-yilda biz ko'plab spektakllar qo'ydik. Ularning orasida biz ko'plab yurtlarga chiqib keldik. Qozog'istonda bo'lib keldik, may oyida festivalda bo'ldik Olmaota shahrida. Undan keyin qaytib kelib yana ijodga sho'ng'ib, sentyabr oyida Rossiyaga ketdik, Rizan shahriga. U yerda ham juda katta miqyosda festival bo'ldi. 40 dan ortiq davlatlar o'rtasida, qo'g'irchoq teatrlari o'rtasida spektakl bo'ldi. O'sha yerda ham juda yaxshi ishtirok etib qaytdik. Bugun esa yangi yilda biz bolajonlarimizni xursand qilish bilan yana hammamiz ishda shay turibmiz. Ayoz bobo spektaklini namoyish qilamiz. Ayoz bobo spektaklida Nastinkani o'gay onasini rolini ijro etyapman. Salbiy rol. Bolajonlar ko'rib, ayrimlari yomon ko'rishadi, ayrimlari qarab qo'rqib turishadi. Mana shunaqa bir rolni ijro etyapman. O'tgan yilda qaysi bir rolingiz sizga juda ham yaqin bo'ldi yoki bir boshqacha kutilmagan rolni ijro etdingiz? O'tgan yildagi spektakllardan kutilmagan rolim bu Tipratikanchani onasini rolini o'ynagan bo'ldim. O'sha men uchun ozgina boshqacha bo'ldi, chunki men ko'proq salbiy rol o'ynayman. O Tipratikanning oyichasi yaxshi rol bo'lgani uchun o'shanda ozgina qiynalib, o'sha menga noodatiy yaxshi rolim bo'ldi. 2026-yilda nimalar kutyapsiz? 2026-yilda bizga turli xil davlatlardan turli xil rejissyorlar keladi. Har xil boshqa rejissyorlar bilan ishlaymiz. Gruziyadan, Rossiyadan, Qozog'istondan rejissyorlar kelib bizga spektakllar qo'yish kutilmoqda. Bilmadim qanaqa rol tushadi, o'shalar bilan ishlashga juda ham qiziqyapman va albatta qo'limdan kelguncha o'sha rollarni yaxshi ijro etishni harakat qilishga tayyorgarlik ko'rib turibman. Tomoshada jonli musiqa, rang-barang dekoratsiyalar va interaktiv sahnalar orqali bolajonlar spektakl jarayoniga bevosita jalb etiladi. Eng muhimi, spektakl o'zbek va rus tillarida namoyish etilib, turli millat vakillari bo'lgan bolalar uchun ham birdek tushunarli va qiziqarli qilingan. Ayoz bobo spektakli bugungi kunda insonlar orasida tobora yo'qolib borayotgan mehr-oqibat, ilm-zakovat, mehnatsevarlik va saxovat kabi ezgu fazilatlarni ulug'lovchi mo'jaz tomoshadir. Asar bolajonlarni mehnatsevar bo'lishga, sabr-qanoatli bo'lib ulg'ayishga, kattalarga hurmat ko'rsatishga, o'qish va ilm olishni sevishga undaydi. Unda ilm va mehnat qilgan inson albatta mukofotini topadi. Aks holda qilgan nojo'ya ishlari uchun jazoga duch keladi degan g'oya asosiy mazmun sifatida ilgari surilgan. Ayoz bobo spektakli mehr-muhabbat, ezgulik va saxovatning qudrati, ilm va mehnatning ulug'ligi haqidagi g'oyalarga boy, tomoshabinlarga bayramona kayfiyat ulashuvchi sehrli ertakdir. Bugun biz Qo'g'irchoq teatriga mana ta'tilda qizcham Parinoza bilan tashrif buyurdik. Qo'g'irchoq teatrida Qorbobo nomli spektaklni tomosha qildik. Qizcham rus tilida ta'lim oladi. Shuning uchun biz rus tilida namoyish etilgan spektaklga keldik. Bizga juda ham yoqdi. Ta'til juda ham ajoyib, maroqli o'tayapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Albatta, qizcham Parinozaga juda ham yoqdi. O'zim ham xuddi yosh boladek tomosha qildim. O'zim ham bolalikka qaytdim desam ham bo'ladi. Aktyorlar juda ham mahoratli, dekoratsiyalar juda ham zo'r ekan. Ayniqsa Qorbobo, Yalmog'iz obrazlari juda ham ta'sirli ijro etildi. Mahoratlariga qoyil qoldik. Nastinkaga ham o'ylaymanki, qizcham ham aqlli, mehnatsevar qiz bo'lib voyaga yetishadi. Bolalarni tarbiyali, odobli bo'lishga da'vat etadi deb o'ylayman. Menga ta'sirli, juda ham chiroyli, dekoratsiya ham chiroyli. Unga ishtirok etgan Qorbobomiz juda ham chiroyli, juda ham mahorat bilan
ular ijro etyapti. O'zimni kichkina boladek his qildim. O'tgan yil ham biza keluvdik. Juda ham chiroyli, menga juda ham yoqadi. Shuning uchun har yili kelamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Barchaga kirib kelgan yangi yil muborak bo'lsin. Omadli va barokatli yil bo'lsin. Albatta, Samarqand viloyat Qo'g'irchoq teatrida ish avjida, qizg'in. Biz bolajonlarga o'zimizni sevimli spektakllarimizni namoyish etishda davom etmoqdamiz. Albatta, bu yilgi spektaklimiz bolalarimiz uchun Ayoz bobo deb nomlangan spektaklimiz namoyish etilyapti. Albatta, bunda men bolalarimiz yaxshi ko'rgan, sevgan ijodiy qahramon Nastinka obrazini ijro etyapman. O'ziga xos, juda ham samimiy, beg'ubor, hamma yaxshi biladigan o'sha Nastinkadaman. O'tgan yillarda ham, yangi yillarda asosan aktyorda xarakteriga, yuz tuzilishiga qarab rol taqsimlanadi rejissyorlar tomonidan. Menga har doim qor qiz roli berilgan va yaxshi ijobiy rollar tavsiya etilgan. Bu safar ham Nastinkadaman. Albatta, o'tgan yildan juda ham mamnunmiz. Sermazmun yil bo'ldi teatrimiz uchun ham. Albatta, mana shu yildan ham umidlarimiz katta. Albatta, bu Ayoz bobo multfilmini ertagini hammamiz ko'rganmiz bolaligimizda. Zumrad va qimmat ertagini ruscha varianti desak ham bo'laveradi. Nastinka biz bilgan yuvoshgina, mehribongina qizcha, o'gay onasi va Marpusha o'gay opasi tomonidan juda ko'p qiynaladi, lekin albatta o'zini shirin so'zligi, oqko'ngilligi bilan barchani mehrini qozonadi va yaxshilik bilan yakun topadi. Yangi yil uchun jamoamiz bilan birgalikda sahnalashtirilgan spektaklimiz qo'yilmoqda. Bolalarni xursandchiligini ko'rib o'zimiz zavqlanib ishlayapmiz. Rahmat bizga shunday sharoit qilib berganlari uchun. Bolalar shu Qo'g'irchoq teatrimizga kirishi bilan shu atmosferani ko'rib juda ham xursand bo'lishmoqda. Shuhrat Sanoqulov bilan birgalikda yangi Ayoz bobo degan spektaklni birgalikda sahnalashtirdik. U yerda men o'zimni bor mahoratimni ko'rsatishga harakat qildim. Rejissor bilan birga ishlagan spektaklimiz bolalarga manzur keldi deb o'ylayman. Teatrga munosabat, tomoshabinning munosabati juda ham yaxshi. Yildan yilga mana spektakllarimiz rang-barang bo'lib, mana o'tgan yil, undan oldingi yillar Qor malikasi bo'lsa, keyin hozir bu yil Ayoz bobo spektakli. Teatr ko'pdan ko'p yutuqlarga erishyapti. Yil juda omadli keldi, chunki hozir biz Tojikistonda, Qozog'istonda, Turkmanistonda mana shu yil yaqinda Ryazan shahrida borib keldik. Teatrim ijodkorlari bilan Ali Xushchi spektaklini qo'yib kelishdi. Juda ham yaxshi, juda ham milliy qo'yilgan spektakl, juda ham rossiyalik tomoshabinlardan ham olqishlar olib, juda ham yaxshi bir kayfiyatda keldik. Yiliga 4 ta 5 ta spektakllarda sahnalashtiramiz. O'zimizning dramaturglar, chet el dramaturglarini asarlarga qo'l uryapmiz. Rassomlarimiz, bejakchilarimiz, umuman teatr kollektivi juda ham quvonchli bir ko'tarinki kayfiyatda mana yilni yakunlab, mana yilni yaxshiligini boshlayapmiz. Har kuni minglab tomoshabinlar kelib, jajji bolajonlar, ota-onalar hammasi kelib xursand bo'lib ketyapti. Наш театр существует
с 1978 года. Samarqand viloyati Qo'g'irchoq teatri 1978-yilda tashkil etilgan. Teatr jamoasi respublika miqyosida bir necha bor e'tirof etilgan. Xususan 15 yil davomida respublikada birinchi o'rinni saqlab kelgan. Ko'plab davlatlarda gastrol safarlarida bo'lib, Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik shartnomalari asosida faoliyat olib bormoqda. Shuningdek, teatr Moskva bilan xalqaro rejalar asosida hamkorlik qilmoqda. Bu esa teatrning san'at orqali davlatlar o'rtasidagi madaniy muloqot doirasini kengaytirayotganidan dalolat beradi. Mamlakat rahbariyati teatr faoliyatini yuksak baholab, o'zbek tilidagi spektakllar sonini oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Bu orqali o'zbek san'ati va madaniyati yutuqlarini xalqaro maydonda munosib targ'ib etishga erishilmoqda. Bugun teatr repertuarida o'zbek va rus tillaridagi spektakllar bilan bir qatorda xorijiy mualliflar asarlari asosida sahnalashtirilgan tomoshalar ham mavjud. Keng qamrovli va rang-barang repertuar teatrning ijodiy salohiyatidan dalolat beradi. Teatr jamoasi san'at va ijodga doimiy e'tibor qaratgan holda bolalarni to'g'ri yo'nalishda tarbiyalash, ularning ma'naviy kamolotiga hissa qo'shish maqsadida yuksak mas'uliyat va fidoyilik bilan faoliyat olib bormoqda. Ayni kunlarda teatrga juda ko'p tomoshabinlar, ayniqsa bolalar tashrif buyurmoqda. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, bugunning o'zida 1200 nafardan ortiq bolajon teatr tomoshasiga kelgan. Ular orasida Moskva va boshqa hududlardan kelgan mehmonlar ham bor. Tomoshabinlar bilan yaqindan muloqot qilamiz, qahramonlar haqida suhbatlashamiz, har bir obrazni tushuntirib beramiz. Bu esa bolalarning fikrlashi va ijodiy rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Shuni alohida qayd etish joizki, teatr faoliyati bir joyda to'xtab qolmayapti. U doimiy ravishda rivojlanib, O'zbekistonning tarixiy yutuqlarini sahna orqali yosh avlodga yetkazishga intilmoqda. Bu esa teatr uchun katta yutuq hisoblanadi. Biz ham o'z navbatida teatr faoliyatini yanada yuksak bosqichga olib chiqish, mazmunan boy va munosib sahna asarlarini tomoshabinlarga taqdim etish uchun bor kuch g'ayratimizni safarbar etmoqdamiz. 2026-yil uchun rejalarim bor. O'z ko'rgazmamni Nyu-York shahrida namoyish etish niyatidaman. Qo'g'irchoq teatri bu faqat bolalar uchun emas, balki kattalarga ham mehr, ezgulik va sabrni eslatadi. Tili sayohat esa mana shunday manzillar orqali yurtimizning ma'naviy qiyofasini ochishda davom etadi. Kelgusi ko'rsatuvlar orqali uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.